Finalda ham darvozabonlarni finali bo'ladi deb o'ylayapman. Yevropada katta futbol bo'lib o'tadi. Bu Inter hamda PSG o'rtasidagi bahs. O'zi umuman Chempionlar Ligasida bu ikki jamoani finalga yetib kelishini kutganmidingiz va finalda qaysi jamoani imkoniyatlarini yuqori baholaysiz? Taxminan chorak finaldan keyin Yevropa Chempionlar Ligasida aynan Inter va PSJni finalga chiqadi deb ko'p taxmin bildirgan edim. O'sha sport telekanalida efirga uzatilgan, futbol telekanalida efirga uzatilgan dasturlarda ham Interni o'ziga xosligi, PSJni zo'r mavsumida mana shunday taxmin qilgan edim. Ikkalasi yetib kelmoqda. Lekin bitta jihat alohida e'tiborni tortyapti, yuqori o'rinni egallamoqda. Bu ikkala jamoada ham darvozabonlar juda yaxshi harakati. Interda Zomer zo'r o'ynamaganida Barselonadan o'ta olmasdi. Barselona finalda bo'lardi va Donnarumani PSG jamoasidagi harakatlari qutqarishi bo'lmaganida PSG ham faqat jamoaviy o'yin bilan finalga yo'llanmani qo'lga kirita olmasdi. Ya'ni ikkala jamoada ham darvozabonlar zo'r. Finalda ham darvozabonlarni finali bo'ladi deb o'ylayapman. Qaysi jamoani darvozaboni xatosiz o'ynasa, yaxshiroq harakat qilsa, super seyflarni ko'proq amalga oshirsa, o'sha jamoa g'alaba qozonib ketsa kerak. To'g'ri, ijrochilar ikkala jamoada ham yaxshi, lekin o'sha darvozabonlar asosiy rolga chiqsa kerak. Yana bir jihat bor. Inter qaysidir ma'noda Barselonaga qarshi taktikani PSJga ham qo'yishi mumkin. Bir-biriga nisbatan tizimi o'xshash jamoalar PSG uchun o'ziga xos qiyinchiliklari bo'ladi. Lekin umumiy o'yin borasida PSG ustunroq, lekin 50-50 deb o'ylayapman. Balkim seriya ko'rarmiz. Ya'ni kuchlar teng kelib, asosiy qo'shimcha bo'limlarda keyin seriyaga ham borishi mumkin bu o'yin. Chempionlar Ligasida g'olib bo'lgan jamoa tarkibidagi o'yinchilar oltin to'p uchun kurashda favoritga aylanishi mumkinmi? PSG olsa Dembele so'zsiz favoritga aylanadi. Hozir ham asosiy katta nashrlar uni birinchi raqam deb ko'rsatmoqda. Inter olsa Barselona futbolchilari Yamalmi, Rafinhami oltin to'pni qabul qilib olsa kerak. PSG olsa aynan Dembele. Balkim boshqa kimdir o'ta qahramonlik ko'rsatib yuborsa o'zgarishi mumkin-u, lekin mana shunday fikr bor.